Soat 7:25. Radioda uning ovozi eshitildi. 3 gumondorni quvlayapman. 3 daqiqadan so'ng yana yordam so'radi. 44 daqiqa o'tib esa u loy ichida o'lik holda topildi. Ko'plab politsiyachilar, harbiylar uchun ikkinchi otasidek jismonan baquvvat, tajribali ustoz, allaqanday 3 talonchi tomonidan osonlikcha o'ldirib ketilgan bo'lsa-ya, bunga shogirdlar chidab turarmidi? Butun shtat o'rab olindi. Lekin 8 hafta o'tib shu ma'lum bo'ldiki, qidiruv umuman boshqa natijani ko'rsatardi. Fox Lake, Illinois shtatidagi 11 ming aholi yashovchi kichik shaharcha. Bu yerda hamma bir-birini taniydi. Daniel Harper, oddiy politsiyachi. U 30 yil xizmat qilgan leytenant. Yoshlar tayyorlov markazi rahbari. Mukofotlar shunchalik ko'pki, ro'yxatini sanab chiqish juda zerikarli. Pensiyaga chiqishiga 1 oy qolgan. O'sha tong u do'kondan 2 quti sigaret olib, odatdagidek yo'lga chiqdi. Soat 7:25. Radioga aloqaga chiqdi. 3 gumondorni ko'rayotganini bildirdi. Ular eski zavod yonida yurganmish. Dispetcher yordam kerakmi deb so'radi. Daniel Harper rad etdi. 3 daqiqadan keyin esa fikri o'zgardi. Ular botqoqlik qarab ketishyapti. Yordam kerak. Aloqa. Bu Harperning so'nggi so'zlari bo'ldi. Botqoqlik zich, qalin qamishlar, kuzatuv juda qiyin. Hamkasblar yetib kelguncha aloqa uzilib qoldi. Soat 8:09 da Daniel Harper topildi. Lekin o'lik holda. 2 marta ko'kragidan o'q yegan. O'q radio qurilmasini teshib o'tgan. Ikkinchi o'q ko'krak ustidan o'tib aortani teshgan. Harper allaqachon o'lgandi. Eng g'alati joyi shundaki, pistoleti yonida emas. Dobinka va gaz ballonchalar esa 50 metr atrofdagi radiusda sochilib yotardi. Go'yoki kurash bo'lgan. Shu paytdan boshlab Illinois tarixidagi eng yirik odam qidiruv operatsiyasi boshlandi. Yuzlab askarlar, politsiyachilar safarbar qilindi. Zirhli texnika kiritildi. 5 ta vertolyot, 2 ta samolyot ham parvozga ko'tarildi. Shahar operatsiya mobaynida butunlay yopildi. Hamma, xalq va politsiya 3 nafar qurollangan qotilni qidirardi. Birinchi kun o'tdi. Keyin yana bir kun o'tdi. Hech qanday iz, ovoz eshitilmadi, topilmadi. Na begona oyoq izi, na yashirinayotgan odam, na tashlab ketilgan qurollar. Qidiruv 8 hafta davom etdi. Tergovchilar bir detalni yana qayta tekshira boshlashdi. Bu safar qotillarni emas, Harperning hayoti, telefoni, atrofdagilar bilan aloqalar tekshirildi. Atrofdagi izlar. Botqoqlik yumshoq edi. Loy chuqur iz qoldiradi. Lekin topilgan izlar faqat Daniel Harperning o'ziga tegishli. U ketgan yo'l, u yurgan radius va u yiqilgan joy. Boshqa hech kimning oyoq izlari yo'q. Dubinka va gaz ballonchasi esa ataylab tashlab qo'yilgandek yerda yotardi. Daniel Harper tanasida jiddiy kurash alomatlari ham topilmadi. Eng muhimi o'q kirish burchagi. Ekspertiza shuni ko'rsatdiki, o'q yuqori nuqtadan, ya'ni juda yaqin masofadan otilgan. Bu burchak tashqi hujumchi uchun noqulay. Ammo o'z qo'li bilan qilgan bo'lsa-chi? Savol. Agar 3 gumondor bo'lgan bo'lsa, nega atrofda hech qanday qochish izlari yo'q? Shu paytdan boshlab tergov ichkariga Daniel Harperning hayotiga qaradi va 1 yil oldingi voqealar sekin ochila boshladi. 2014-yil shaharga yangi mer keldi. U byudjetni to'liq audit qilishga qaror qildi. Politsiya xarajatlari, ayniqsa yoshlar tayyorlov markazi tekshiruvga tushdi. Daniel Harper boshqarayotgan markaz. Audit davomida moliyaviy nomuvofiqliklar aniqlana boshlandi. Bular kichik summalar emasdi, 100 minglab dollarlar. Bu to'lov qilingan summalar shaxsiy ipoteka to'lovlari, sayohatlar, onlayn xarajatlar. Agar audit yakunlansa, jinoyat ishi ochilishi ham mumkin. Va audit yakunlanishi kerak bo'lgan sana 2015-yil 1-sentyabr. Daniel Harper radio aloqaga chiqib, 3 gumondorni qo'llayapman degan kun. FBI uning telefonida minglab o'chirilgan xabarlarni tikladi. U hatto yangi merni yo'q qilish haqida jinoiy guruh yetakchisiga murojaat ham qilgan. Jinoyatchilardan rad javobini olgan. Demak, qochish uchun yo'l yopiq. Pensiya o'rniga qamoq, obro' o'rniga sharmandalik.
va ehtimol aynan shu yerda u Harper tanlov qildi. Qahramon sifatida eslanishni xohladi. Qamoq mahbusi sifatida emas. Soxta kurash manzarasi, yo'qolgan pistolet, radiodagi 3 gumondor hikoyasi, haqiqat uzoq yashirinmadi. Rasmiy xulosa e'lon qilindi. Bu qotillik emas, suitsid, o'z joniga qasd qilish. Shahar xalqi ikkiga bo'linib qoldi. Ba'zilar ishondi, ba'zilar ishonmadi. Ba'zilar dalillarni ko'rdi. Yodgorliklar olib tashlandi, yoshlar markazi yopildi. Qahramon obrazi esa bir kunda quladi. Voqealar Harper o'ylagandek bo'lmadi. Haqiqat o'qdan oldin Harperni o'ldirib bo'lgandi.